Bugun yurtimizda yoshlarning erishayotgan yutuqlari faxrlanishga, havas qilishga arziydi. Sababi ularni dunyo tanimoqda. O'g'il-qizlarimiz o'z iqtidori va salohiyati bilan o'zlarini tanitmoqda ham. Bunga esa yetarlicha sabab va asoslar bor. Berilgan imkoniyat, sharoit va ularni qo'llab-quvvatlaydigan katta kuch. Buxoro davlat tibbiyot akademik litseyining bilimli, izlanuvchan va mehnatsevar bitiruvchilari faxr bilan hayotlaridagi muhim bosqichni, litseyni muvaffaqiyatli tamomladilar. Hozir shu haqda. Ushbu tantanali marosimda viloyat hokimligi mutasaddilari, tajribali ustozlar, ota-onalar hamda ta'lim sohasi vakillari ishtirok etishdi. Tadbir davomida bitiruvchilarning yutuqlari alohida e'tirof etilib, ularning bilim olishdagi fidoyiligi va kelajakdagi kasb tanlovlariga bo'lgan yondashuv yuksak baholandi. Mana bugun Buxoro davlat tibbiyot instituti akademik litseyini 241 nafar bitiruvchilarimiz tabiiy fanlar, aniq fanlar, matematika, chet tili, matematika, fizika hamda xorijiy tillar yo'nalishi bo'yicha o'qishni tugatib, katta hayot, oliy ta'lim sari biz yo'naltiryapmiz. Bugungi bitiruvchilarimizdan 220 tasi milliy, xalqaro sertifikatga ega bo'lgan o'quvchilardir. Shu o'quvchilarimizdan 25 nafari muddatidan oldin talaba bo'lish baxtiga muyassar bo'lgan o'quvchilarimiz. Bular ichida 15 nafari xorijiy davlatlardan grant yutib, SAT sertifikatini SAT imtihonidan eng yuqori ball olib, 1600 ballgacha olib, bular talaba bo'lish baxtiga muddatidan oldin ulgurgan, sazovor bo'lgan o'quvchilarimizdir. Bu bitiruvchilarimiz orasida 10 nafari akademik litsey iftixori stipendiant nomzodlari va shulardan 5 nafari demak oltin medal, 1 nafari kumush medalga sazovor bo'lgan o'quvchilardir. Oltin medal bilan taqdirlangan o'quvchilar orasida xalqaro biologiya, kimyo, xorijiy tillar fan olimpiadalarida muvaffaqiyatli qatnashgan o'g'il-qizlar ham bor. Zaynabxon Orifjonova ana shunday iqtidorli o'quvchilardan. U tibbiyot sohasiga qadam qo'yishga tayyor, kuchli, irodali va yurtimizning kelajagi uchun xizmat qiladigan munosib avlod vakillaridan biri hisoblanadi. Bugun men uchun juda hayajonli va quvonchli kun. Men bugun litseyni muvaffaqiyatli oltin medal bilan tamomladim. Bu ota-onalarim va ustozlarim ishonchi natijasidir va kelajakda ham ularning ishonchlarini oqlash kerak. Men o'zimni o'qishimni tibbiyot yo'nalishida davom ettirmoqchiman. Va buning uchun men ta'lim davomida biologiya hamda kimyo fani hamda rus tili fanidan ham milliy sertifikatlarni qo'lga kiritdim. Tadbir davomida bitiruvchilarga diplom hamda esdalik sovg'alari topshirildi. Ijodiy chiqishlar va bayramona kayfiyat, kuy-qo'shiqlar barchaga o'zgacha ruh bag'ishladi. Buxoro davlat tibbiyot akademik litseyining oltin medal sohiblari bu bugunning fidoyi yoshlari, ertangi kunning bilimdon shifokorlari, olimlari va yetakchilari. Ularning yutuqlari barchamiz uchun iftixor va umid manbaidir. Nafisa Xolmominova, Hayot Quliyev, Buxoro yoshlar.